Xullas, akalar, opa-singillar, bizning joyimiz bu. Men sizlarga atir do'kon topib qo'ydim. Hamma ichki olgan odam bizdan yaxshi ishonchli atir do'kon bormi? Ya'niki yedirib olmaydigan narxiga ham, sifatiga ham deb so'rashadi. Shuning uchun mana shu do'kon kelaverasizlar bemalol. Mana shu akam o'zlari kutib oladilar sizlarni. Original atir deysizlarmi, amatda dubayskiy versiya deysizlarmi? Men hozir gaplashib qo'ydim. Nobodagi shu achkichi aka profil bilan kelsanglar, sotayotgan narxlarda arzon qilib berar ekanlar. Misol, hozir gaplashsam, mana bunaqa versiyachi atirlarni ko'rsatyaptilar. Bu men o'zim bilaman, shu o'zim kiyovlik paytimda mashinadan sepib o'rganganman, keyin topa olmay qolgan edim, bulida bor ekan. Nobodagi buni nechta sotasiz aka? $50 sotamiz. $50. Nobodani nechta qilib berasiz? 45 qilib beraman. 45. Bu original bu. 100% original. Bo'l. Original ekan, hop nechta? 100 ta ekan. $45 qilib berar ekanlar aka, Nobodagi kelaverasiz. Jinskiy versiyada ham nima trend aka? Libre bo'lyapti. $110 sotyapman. Atak buni grammlab quyib ham beraverasiz, to'g'rimi? Quyib ham beraman. Voy, hidi ham takoy ekan buni. Mana shu brend bilan bu Saint Laurent bo'lamadi. Xullas, kelaverasizlar bemalol, liboy atirdan qilib beraman deyaptilar. Mana bu ko'rsatib qo'yaman. Joylarni o'zi akkuratni, shuni ham chiroyli qilib qo'yganlar. Nobodagi kelaverasizlar. Oka, hamma atirni qilib berasiz. Liboy atirni qilib beraman. Narxiga ham arzonroq qilib berasiz. Bo'l. Kelaverasizlar bemalol, videoni qo'yib yuboraman reelsga aka. Bo'l, salomat bo'lasizlar.